Aka, 2 xonali eski kvartirangizni puliga 2 qavatli hovli ko'rsatsam, keling bilan maslahatlashib bosib borasizmi deyman. 4 ta yonma-yon uylarimizda qurilgan, 3 ta sotib bo'lingan ekan. Mana shu tupik ko'chamizning eng oxiridagi chap tomondagi uyimizda qolgan. Shoshilib qolinglar, bunaqa arzon uylar tez sotilib ketadi, ayniqsa bu mahallada. Mehnat postdan kirganda Qizg'aldoq 1-kvartalda joylashgan, orientirimiz zamona to'yxonasini shundoq ro'parasidagi mahalla bo'lyapti. Hovlimizga kirishimiz bilan darvoza xona, darvozani ataylab shunaqa yig'iladiganligi qo'yilgan ekan, qulay bo'lishi uchun qilingan. Binoyimizda bo'lsa 2 qavat pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, 100% pochkali g'isht ishlatilgan. O'ng devordan bo'lsa binoyimiz ozgina qochirib qurilgan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Joy egalari tomonidan fasad qismimizda to'liq travertin qilib beriladi va hamma xonaga rom o'rnatib berilar ekan. 125 sotix binoyimizning umumiy o'lchami 130 kvadrat metrdan iborat. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma kommunikatsiyalari bor. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yoqda kichkina hol, bu yoqdan 2-qavatga chiqsa bo'ladi. O'ng tomonimizda oshxona uchun mo'ljallangan xonamizni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bo'lsa zalimizda joylashgan zinamizdan tegidan unumli foydalanib, общий санузел qursangiz bo'ladi. 2-qavatga chiqishimiz bilan bu yoqda общий koridor, o'ng tomonimizda детская spalnya uchun mo'ljallangan yotoqxona, bu yoqda ham bitta spalnyamizni ko'rishingiz mumkin. Chiqishimiz bilan chap tomonimizda bu yoqda общий санузел, bu yoqda bo'lsa yana bitta spalnyamiz joylashgan. Uyimizning joy egalari 64500 dollar deyishyapti. Yana kelishadigan joy bor ekan, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz.